Assalomu alaykum, barchamizga xayrli va manfaatli bo'lsin. Dangasa onalar kanalidan sokinlik siri marafonida 3-darsni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan hissiy bog'lanish haqida gaplashamiz. Aslida juda ko'p, ya'ni bolalar bilan bog'liq muammolarning kelib chiqishi onalar hissiy bog'lanishni bilmasligi yoki hissiy bog'lanish haqidagi ma'lumotlarni unutib qo'yish sabab bo'ladi. Bola qorningizda paydo bo'lgan davrdan boshlab u siz bilan hissiy tomondan bog'lanadi. Ya'ni qorningizda yotarkan 9 oy davomida sizni hissiyotingiz bilan hissiyotlarni o'rganadi, his qiladi. Yig'laganingizda yig'laydi, xafa bo'lganingizda xafalik hissiyotlarni his qiladi. Hatto yig'laganingizda bezovtalanib tipirchilash holatlari ham bo'ladi, seziladi. Asabiylashganingizda, ya'ni siz his qilgan hissiyotni mana shu qorningizdagidayoq o'rganishni boshlaydi va siz bilan hissiy bog'lanish paydo bo'ladi. Dunyoga kelishi bilan bag'ringizga qo'yilarkan 2 karra hissiy bog'lanish kuchayadi va ona va bola munosabatlarida so'zlar emas, hissiyotlar ko'proq o'rin egallaydi. Siz asabiylashgan holatingizda bola ham asabiylashadi. Faqat bola uni tashqariga ko'rsata olmaydi yoki bildira olmaydi va hissiyotlarni 7 yoshgacha boshqara olmaganligi sabab sizdagi asabiylik hissiyoti unga avtomatik tarzda o'tadi. 1 yosh bolangiz bormi, 3 yosh bolangiz bormi, bu hissiy bog'lanish yo'qolib qolmaydi. Siz asabiylashgan paytingizda unga avtomatik tarzda hissiyotingiz o'tadi. Va mana shu hissiyot ta'sirida bola atay bo'g'ilib turganingizda nimadirlar qilayotganga o'xshaydi. Ataylab nimadir bo'g'ilib turgan bilib turib shunaqa qilyapsan-a degan holatlaringiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam ishlaringiz ko'p, ulgurmayapsiz, pitirchilab nimadirlar qilayotganingizda o'chashgandek bola yangi ish paydo qilib qo'yadi. Bilasizmi? Siz shoshilish hissini his qilganingizda bola ham shoshiladi-da, biron bir ishni noto'g'ri qilib qo'yadi. Shuning uchun sizga qo'shimcha ish paydo bo'ladi. Bolalar hissiyotlari onasiniki ko'proq ta'siri bo'ladi. Ya'ni bolani hissiyoti onaning hissiyoti bilan bir xil bo'ladi. Shuning uchun masalan o'quv bilan bog'liq muammolar ham qanday bo'ladi? Siz hissiyotingizda uyg'oqlik hissiyoti bor, ya'ni bolamni uxlatib u qilaman, bu qilaman, buni qilaman degan uyg'oqlik hissiyoti, uyg'oqlik energiyasi bilan bolani uxlatishga harakat qilar ekansiz. Bola shuncha kech uxlaydi, shuncha uxlamaslikka harakat qiladi. Siz qo'rquv hissiyoti bilan, ya'ni bolam yig'larmikan, baqirarmikan degan hissiyot bilan doktorga yoki nimadirga olib borarkansiz yoki mehmonga sharmanda qilmasmikan degan holatlar bilan nimadir qo'rquv, notinchlik hissiyoti bilan borarkansiz, bolada ham mana shu notinchlik hissiyoti paydo bo'lib aks ettirib ko'rsatib beradi. Va siz o'z-o'zidan asabiylashishga olib kelasiz. Ikkinchi farzand yoki 3-farzand tug'ilishida birinchi bolaga bog'liqlik hissiyoti endi siz hissiy tomondan bitta bolaga bog'langan bo'lsangiz, endi ikkinchi bolaga ham hissiy tomondan bog'lanasiz. Va birinchi bolangizga signal berasiz, vahimaga tushasiz, u ukasini qanday qabul qilar ekan? Yaxshi qabul qila olarmikan, munosabatlarda chiqishib keta olarmikan, qizg'onmasmikin, urib qo'ymasmikin, urushmasmikin. Ya'ni qo'rquv hissiyotini o'zidan tarqatib turib, bolangiz boshini silab, "Voy, senga o'rtoq bo'ladi ukang." Unaqa yaxshi, og'zingizda boshqa gap, ichingizda boshqa hissiyotni bola shubhalanishni boshlaydi. Va tashingizda shu mavzuni qaytib olaylik. Ukasiga nisbatan u shubhalanib qaray boshlaydi va sizni qo'rquvlaringiz isbotini ongsiz ravishda bola ko'rsatib beradi. Chunki nimaga? Siz u hissiyotlarni his qildingiz va bolangizga mana shu hissiyot energiyalarini berdingiz. Endi bola shu narsalarni, ukasini urib qo'yish, qizg'onish kabi hissiyotlarni boshdan kechiradi. Tabiiy jarayon bo'lib 3 oygacha yangi chaqaloq tug'ilgandan keyin bola aka, uka, opa-singillar chiqishib olish uchun odatiy normada 3 oy vaqt kerak bo'ladi. Chunki bola katta farzandingiz chaqaloqlik davrini unutib qo'ygan va yangi chaqaloqqa nisbatan o'zini chaqaloqlardek tutishni boshlaydi. Sinab ko'radi. Har xil vaziyatlarda sizni qanday qilsa siz boladan, kichik chaqaloqdan katta farzandga e'tibor qaratyapsiz, qanday paytlarda uni tarafini olyapsiz. Bola o'rganib vaziyatga, ya'ni endi ukasi borlik vaziyatga moslash uchun kamida 3 oy kerak bo'ladi. E'tiboringizni agar
so'kib taqiqlab ukanga tegma, ko'tarma, unaqa qilma, shu qilma, ukangni yo'qotasan, ukaga dushman pozitsiyasini yoqib qo'ymasangiz, bu davr 3 oydan keyin o'tib ketadi. Agar siz dushman pozitsiyasini yoqib qo'ysangiz, bir avval birga o'ynab, endi ukasi sabab o'ynamayotgan bo'lsangiz, avval uni ko'tarib, endi ukasi sabab uni ko'tarmayotgan bo'lsangiz, ukam sababchi bo'lib, onam menga e'tibor bermayapti, mendan ko'ra ukamni ko'proq yaxshi ko'ryapti degan hissiyotni berib qo'ymasangiz, 3 oyda mana shu narsa o'z-o'zidan o'tib ketib, moslashib, ukalik holatiga, ya'ni ukalik jarayoniga moslashadi. Hissiyotlarni berishda doimo ichingizdan his qilayotganingizni berishga harakat qiling. Qo'rqyapsizmi? Qo'rquvlaringizni bolangiz oldida tan oling. Bolangizdan xavotirdamisiz? Ana shu xavotiringizni boricha ayting. Bola 1 yoshmi, 2 yoshmi, 3 yoshmi, yangi chaqaloqmi? Onani hissiyotini aytsangiz ham, aytmasangiz ham, ming yashirishga urinsangiz ham, bola baribir bilib olaveradi, his qilib olaveradi. Unga gapirishingiz shart emas. Uni aldab, ya'ni hissiyotingizni yashirishga urinib aldar ekansiz, bola 2 karra shubhaga tushadi. Onam nimaga meni aldayapti? Ishongandek tutishi mumkin. Sizga o'sha ichidan kechayotgan kechirmasini gapirib bera olmasligi mumkin. Lekin bolada shunaqangi hislar o'tadi. Onamni hissiyoti boshqa, so'zi boshqa. Nimaga u bunchalar xavotir? Nimani mendan yashiryapti? Va his qilib turib, gapirib turgan narsangiz boshqa bo'lgani uchun bola sizdan yolg'onchilikni o'rganadi. Mana shu boladagi yolg'onchilikni kelib chiqishi birinchi bo'lib hissiyotimizni yashirishga urinishimiz. Achchiq dorini ham masalan shirin bu dori, shirin bu dori deb beramiz. Bola tartibga kelgandan keyin achchiq degan tushunchani, ta'mni sezadi baribir u. Sizga bo'lgan ishonch pasayadi. Siz aldash kerakligini tushunadi. Mana shu holatlarda ona va bolaning hissiy bog'lanishida sekin mana shu bog'langan tolalarni ishonchi uzilishni boshlaydi. Ya'ni siz his qilib turganingizdan ko'ra boshqa narsani gapirar ekansiz, ishonch iplari sekin asta uziladi va ona bola munosabatlarida buzilishni belgilari mana shu yerdan boshlanadi. Keyingi safar siz sog'indim bolajonim ke deganingizda bola o'ylaydi, onamni hissiyoti rostdan sog'inchmikin, meni sog'indimikin, aldab chaqirib olmayaptimikin degan tarzda siz chaqirganingizda kelmaslik holatlari paydo bo'ladi. Yoki bo'lmasam biron bir ishni buyurayotganingizda buni olib ber, uni olib ber deganingizda, olib bermasang hozir pachag'ingni chiqaraman yoki nimadir qilaman deb qo'rqitib, o'tgan darsda ham aytdim, bir necha martalab, ya'ni behuda tahdidlar, qilmaydigan tahdidlarimizni ko'paytirganimiz sabab bolada sizga bo'lgan ishonchni pasayishiga olib keladi. Ya'ni onam gapiraveradi, qilmaydi baribir. Men ham aytganini qilmayman. Va bolalarda siz aytganingizni qilmasligini, ya'ni siz gapirasiz, siz aytganingizni qilmasligini bitta eng katta sababi siz ham uni aytganini qilmaysiz. Siz ham u istagan payti yo'q deysiz. Charchab, masalan, kiyimni alishtirishga ham holi yo'q, charchab kelgan bolamizni biz majburlab usta turib qat'iyat bilan kiyimini almashtirishga majburlaymiz. Ba'zida bola charchaganda yordam bersangiz, qo'l-qo'llarini yuvib qo'ysangiz, bu hech nima qilmaydi. Siz ham charchaganingizda charchadim desa, uni hissiyoti nimaga charchaysan? Demangda uni charchaganini his qiling. Siz ham keyingi safar charchaganingizda nimaga charchadingiz degan narsa ichidan o'tmaydi. Chunki bolalarimiz bizni ko'zguyimiz. Siz unga qanaqa munosabat qilsangiz, munosabatlarni o'rganadi va sizdan olgan munosabatini sizga qaytaradi. Siz uni istaklariga ha deyapsizmi? U ham sizni istaklaringizga ha deyishni o'rgatadi. Siz uni menini, ruhiyatini hurmat qilgan holda muomala qilyapsizmi? Urmasdan, so'kmasdan, jazolamasdan, u ham sizni hurmat qilishni o'rganadi. Vaqti bilan, ya'ni hammasi birdaniga emas. Bugun yaxshi gapirdingiz, ertaga bolangizdan yaxshi natija emas. Oradan vaqt o'tib,
ko'ravergani sari, his qilavergani sari bola mana shu narsalarni qilishga odatlanadi. Masalan, jerkishlar, so'kishlar, urush, janjallar ichida o'sgan bola nimani o'rganadi? Albatta shuni. Yaxshi muomalani, Alloh zikrini, chiroyli duolarni eshitib ulg'ayadigan bola mana shunaqa nutqdan foydalanadigan bola umuman 0 nutq bilan dunyoga keladi. 0 nutq bilan. Biz uni lug'at boyligini oshirib beradigan bizmiz. Istang Alloh, savob, gunoh so'zlari orqali nutq boyligini oshiring. Xohlang rasvo, hayvon, it degan so'zlar bilan nutq boyligini oshiring. Bolangizni nutqi, bolangizni xulqi o'zingizni qo'lingizda, ya'ni onani qo'lida. Mendan o'rganmasa ham atrofdan o'rganadi. Men yaxshi gapirganim bilan degan holat, bilasizmi? Bola sizdan boshqa hech kim bilan hissiy bog'lanmagan. Shuni unutmang. Atrofning ta'siri o'tkinchi. E'tibor qilmasangiz 3-4 kunda, bir haftada, 10-15 kunda o'tib esdan chiqib tashlab yuboradigan so'z boyligi. Onaning nutqi asosiy ildiz so'z boyligi hisoblanadi. Shuning uchun tilingizdan chiqayotgan so'zlarga e'tiborli bo'ling. Bugungi kun shiorimiz esa men sevgimni sezdiradigan onaman. Ya'ni bolangizga birinchi vazifa, bolangizga mana shu bugungi kun davomida eng kamida 3 marta mahkam quchoqlab, men seni rostdan ham juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Boringcha men asabiylashganimda ham, seni so'kib qo'yganimda ham, ya'ni mana shu kun davomida bir necha kun avvallari qilgan noo'rin ishlarni aytib, suvlarni to'kib yuborganingda ham, suvni kir qilganingda ham, seni qanday bo'lsang shundayligingcha, boringcha, xato ish qilasanmi, to'g'ri ish qilasanmi, boringcha yaxshi ko'raman. Men seni shundayligingcha yaxshi ko'raman. Bu mehrim hech qachon o'zgarmaydi degan nutqlarni kun davomida eng kamida 3 marta aytasiz. Bu birinchi vazifa. Ikkinchi vazifa bo'lsa, bolangiz bilan hissiy bog'liqlikni aniqlaymiz. Ya'ni bolalar onasiga qanchalar ishonadi. Siz bolangizga bitta xonaga kiring va mana shu xonada turib tur, men hozir chiqaman deng. Va nimadir olib kelaman deb tashqariga chiqib keting. Hech nima, telefon, televizor, bir narsalar qo'yib bermang. Shunchaki kutib turishini so'rang. Va siz minutlarga qarang, bolangiz qanchagacha siz aytgandek ana shu joyda kutadi. Sizni qanday kutadi? Siz aytgandek 2 minut, 3 minut kuta olsa, demak hissiy bog'lanish darajasi yaxshi. Agar yig'lab yuborsa, hissiy bog'lanish yoki sizni ana shu yerda kutmasa, charqingizdan chiqib ketsa, yurib ketsa, hissiy bog'lanishda biroz uzilishlar bor. Yig'lasa, hissiy bog'lanishdagi ishonch tuyg'ulari, ishonch iplari buzilgan. Bularni tiklash kerak. Mana shu ikkita vazifani beraman. Natijalari qanaqa bo'ldi? Ya'ni seni yaxshi ko'raman degan gaplardan keyin bolangiz qanaqa emotsiyalar bildirdi? Shularni ham yozasiz.